İkinci Dünya urushidan keyingi hozirgi 21-asrda yuz berayotgan bu qirg'inchilikni ham dunyoga e'tirof qildirib bizningki Uyg'ur millatiningki independent bir mustaqil bir davlatga ega bo'lish uchun hamma davlatlarni shundoq qirg'inchilik deb e'tirof qilg'izishda intayin muhim rol o'ynaydi. Bir davlat qurishninki tarkiblari deb bu to'g'riliqma ayrim bir video ishlamoqchidim aslida. Bu shu YouTube'ninki o'zidan ko'rgan shu materiallarim, to'g'ri ko'rgan materiallarim degandek shu step by step eng oxirida bir davlat qurishninki eng oxirgi bir qadam qanaqqan desa shu BDTninki Security Councilninki ichida 15 davlat bor ekan. 15 davlatninki 10i e'tirof qilsalar bir davlat haqiqiy rasmiy qurilgan bo'ldi ekan. Birinchi qadam, ikkinchi qadam, shunday jami 5 qadam bor deyman. Biz dahi dunyoga bu Uyg'urninki qirg'inchilik deb e'tirof qildirib bo'lamdik. U og'zimizda mustaqil bo'lamiz deb bu mustaqil bo'lish u eg'izda shuarlar bilan bo'ladigan ish emas. Bizningki mustaqillik bilan bo'lgan orliqimizniki qanchalik ekanligini ham shundoq bir videolar, to'g'ridagi davlat qurishninki tartiblari, qanaqa ishlar bo'ladi va boshqa shu qirg'inchilik deb qaralib, oqidan o'zininki mustaqil davlatini qurgan shundoq bir qancha davlatlar bor. Shularninki narsalarni ko'rib, andan keyin o'zimizniki hozir qilayotgan ishimiz va hozirgi o'zimizniki Uyg'ur vaziyatiniki hozir qaysi darajada ekanligini shundoq amaliy tarixda yuz berayotgan bu ishlar bilan amaliy hozirgi vaziyatimizga asosan shundoq bekitilgan gap quruq shiorlar bilan Amerika bizga qurol berdi, ozod bo'lamiz, oz qoldi deb to'g'lig'ilib necha yillar bo'lib ketdi. Biz dahi bu gaplarimni keyingi videoda aytmoqchidim. Bugungi programmam asosan shu xalqaro erkak qirg'inchilikni xotirlash kuni munosabati bilan shu bir hujjatli filmni o'zimning YouTube kanalimda saqlab qo'yay dedim. Shunchalik ham